Assalomu alaykum azizlar. Mana 2026-yil 1-aprelda mana glitsinalar esa gulladi mana. 10 oxirigacha gullagan. Bular hali to'liq gullagan yo'q, mana bu yerda g'unchalari ham turibdi. G'unchalarni mana ko'rsa, g'unchalar turibdi. Hali ular 2 kun 3 kundan keyin yana ham to'liq ochiladi. Hidi ham juda kuchli bo'ladi, aromatli. Mana arilar ham to'liq, asalarilar ham turibdi. Mana bular hali mayitlari ochilsa yana ham katta bo'lib ketadi bular. Kimga bu gullarimiz ko'chatlardan kerak bo'lsa, bizlar cheklanmagan miqdorda bor. Razmerlari 2-3 metr bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarni qilib beramiz. Hidi dahshat mana. Chiroyli bo'lgan.